Bu armeniyalik jangchi UFC'da eng ko'p muhokama qilingan jangchilardan biriga aylandi. Gap shundaki, Arman nafaqat braziliyalik muxlislarni, balki butun jangovar sport ishqibozlarini ham o'ziga qarshi qo'ydi. U Olivera bilan jang oldidan og'izga chiqqan gaplar bilan ko'p odamni ranjitdi. Uni irodasi yo'qligiga aybladi va birinchi raundda uni nokautga uchrataman deb va'da berdi. Braziliyalik jangchi esa yosh prospektga hayp berishni istamadi va uni oktagonga jazolashini aytdi. Arman jangni faollik bilan boshladi, lekin allaqachon birinchi daqiqada sirpanib ketdi va darrov gilyotinaga tushib qoldi. Qanday qilib bilmayman, lekin ushbu og'ir holatni bardosh berdi va shimi yechilib ketishiga qaramay ushbu holatdan chiqib ketdi. Balki shu paytda Islam Makhachev ham biroz xafa bo'lgandir. Aynan partiyada Sarukyan va Olivera o'z mahoratini to'liq namoyish qildilar. Tashabbus esa doimiy ravishda armaniyalik jangchini qo'lida edi. Partiyada bir necha o'ziga xos tirsak zarbalaridan so'ng Charles qonga belandi. Shunga qaramay oxirgi daqiqalardagi ustki pozitsiyani Olivera egalladi va jang shunday yakunlandi. Ushbu jangda Arman Sarukyan g'alaba qozondi. Do'stlar, kanalimizda Arman Sarukyanning muxlislari ko'pmi yoki Charles Oliverani yozib qoldiring.